Yo'q, unday demang. Nima unday deysiz? Yo'q, endi Men 25 million berib olib qolaman deyapman. Sizdan nima qizig'i bor? Xohlasam bepul berib yuboraman kimgadir. Lekin sizga 25 million berib olib qolaman bu. Nima deysiz? O'zingiz nech pul deysiz? Aytingchi. 29-30 lar. Juda balandlashib ketadi. Katta zarar ketadi bu. Men bitta narsadan hozir qo'l qolyapman-da sizga. Bachalaringizdan nechtadi? Xudoyim 5 ta berib bittasini olgan, 4 tasi bor. Menimcha o'g'illaringiz mendan katta. 84-85. Ha, akamlar tengiga. Lekin malades, sizga 5 ketdim men. Nima eding? O'sha hozir 25 ga olib, kim olsa 20 millionga beraman dedim. Senga ziyonim tegmasin deb chiqib ketyapsiz-da. Ha. Shunday dedim-da. Shu gap uchun ham rahmat sizga, amaki. Shu gapingiz uchun rahmat. Sizlar o'ylovchilar kamda hozir. Hozir ishonmaysiz. Shu ko'rar ekanmiz-da. Mana bu ishni qilmasam turib buncha deb o'ylamaganman-da ko'p narsani. Odamlar bu darajada o'ylamaganman-da. Shunday odamlar bor ekan, hamma narsasi yetadi. Shunday yetimcha qo'shib tura olasiz kelib. Hamma narsasi menikidan ziyod. Bittasini ko'zim tushib qoldi sizda. Men o'zim ham. Ha, unoqchilar ko'p. Meni uyim o'shanda chiqib bo'lganda edi. Ot o'zgaradi. Sizlar oldingizga kelib bitta pipsini qo'yib qo'ygan. Bizni soptani bugun ro'zani og'zida ketgan bo'ladi. O'shanda qaraydi. Yashay. To'ppa-to'g'ri aytasiz. Sharoitlar endi har kimga boriga shukr qilaman. Ha, besh ketdim. Ha. Mayli, bu ham qarang, bu ham yaxshi ketadi. O'zi yaxshi odam ekansiz, o'ylamang. Mana shu Surxondaryolik aka bir hamma narsadan xabari bor odamda bayram. 28 million beray, mayli bersinlar, men o'zim pulini berib taklif qilib ketaman deb. Berib yuboring. Men aytganimni qiling. Akmal aytdimki 1-2 million bo'lsa, mayli Surxondaryoda bo'lsangiz ham, qachon ham bo'lsa, kuchingiz yetsa 1-2 ga bo'lsa, o'sha 1 milliondan oling. Mana Akmaldan araga tushdilar. Agar men 9 mana sizni qildim. Ha? Qaysilar? Rozimisiz? Roziman. Ko'rsangiz qarang. Bo'ldigan. Qarang, shu odam misol men o'zim mardligingizga 5 yetib turibman. Gap yo'q. Respekt. Qoyil. Sizda odamlarni ko'rsam ishlagim keladi. Rahmat. Mardligingizga rahmat avvalida. Men bu odamni ikkinchi mardligiga rahmat. Surxondaryodan kelgan bu odam. Meni hamsa ham yo tanishim emas. Hozir bir guringni aytib yordimki, 25 millionga bersangiz, sherdan kimdir olsa 20 millionga beraman dedim. Sizga bitta narsasiga qo'yib qoldim, shuni boshqacha qarayapsiz-da yuzimga. Men senga ziyon keltirish uchun kelganim yo'q deb ketib boryapsiz-da, qo'yib qolgan joyim shu. Biron nima qo'sh, ol, mayli nima qilsang qil demadingiz-da. Bu odam shu narsani ustida turibdi-da. O'zi nech pullik mashina deyapti. Savdo qilib bo'lmaydi bu odam bilan deb. Ko'rib turibman holatingizni. Hamma ham menda apparat toqib yurishini men xohlamayman. Siz yaxshi bo'lib keting iloyim. Lekin shu odam Akmal aka o'zidan qo'shib shu 5 million qo'shaman dedingiz-ki, men 25 beraman, 30 qilaylik ham demadi bu odam. Bu odamga ham respekt. Mana shunday odamlar bor ekan, borki hech kimni yuki yerga qolmaydi. Hamma bir-biriga mana shunday drujbinni bo'lsa qani aka? Sal yordam berishga harakat qilsa, yonidagi qo'shilib ketadi degan narsa to'g'ri narsa. Men hozir prosta gapga yordam beraman deyapman, balki amalga qilib yuboryapti shu narsani. Men shu uchun ham shu Surxondaryolik aka respekt. Sizga ham. Joni sog' bo'lsin, dokumentlarni qila oling. Bu men o'zim nomim ekan, anaqa notarius bor. Generalni qilib. Rozimisizlar? Aka, siz ham rozimisiz? Bizdan hech qanday xafachilik yo'q. Bobojon, rozi bo'ling. Bosing. Sizga mangami? Qarang, bir narsa berasiz, bir narsa berasiz. Yaxshi uyingizga bo'lsa ham duo qilib yuborasiz meni, xo'pmi? Bu yerga bergisiz kelmasa duoni. Yo'q, nimaga duo qilamiz? Bering. Duoingizni bering. Ayting. Allohim xotirjamlik bo'lsa, mana shu yerda baraka bersin. Bundan keyingi ishlaringizga rivoj, baraka, hamisha yaxshi kunlarda mana shunday xizmatingiz arimasin. Alloh. Yaxshi bo'lib keting iloyim. Rahmat. Asadagi hamma sizga yaxshi bo'lishingizga umidvor. Operatsiyalardan zo'r chiqib, mana shularga kelasiz, yuradigan bo'ling. Xo'p? Mayli. Boravering.